Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Qadrdon birodarlar, bugun yine xudo xolasa Chistoning 24-aprel günü ertalabki soat 9:00 Xorazm viloyati Hazaras tumani Alaqali ko'l mahallasida joylashgan poligonda, ya'ni musurni poligon shunchaki yong'in bo'lib turibdi. Avvalgi sabab videomdan aytib o'tgan edim buni. O'sha deb yaqatlan buni deb. Ana shuni bilan musur kamalib boraveradi. Do'lg'an musur. Endi bu o'rtaqlayna 1 kilometr ham chiqmaydi. Turgan yerimizdan qarabsizki, turgan yerimizga qarasangiz, aholi yashash punkti berdi. Aholi yashash punktini 1 kilometr ham uzoqlikda bo'lmagan joyda shuningdek yong'in bo'ladi, har xil qo'lansa hidlar keladi, yetakdali bo'ladi. Buni musullar bo'yicha chiqargan videomizdan keyin shunchaki texnikalardan musor olishni boshladilar deb o'ylab edik, lekin adashgan ekanmiz o'xshaydi. Hali nima qilganlar yo'q. Tamom bir e'tibor qilganlar yo'q. Yana tutuni ketib borishini qarang o'rtoqlar. Shu tutun shuna, bulut emas bu yana. Nelara borganini ko'rib turibsizlar qarang. Şu hammasi tutun, şuradan barib turibdi. Osmonda bulut yo'q. Bu ekologiyamizni qanchalik zaharlab turibdi deb o'ylaysizlar? Qanchalik ekologiyamizni insonlarning sog'lig'iga challi zarar berib turibdi deb o'ylaysizlar? Kim chora ko'radi bu narsaga? Iltimos qilib qolgan bo'lar edik, videoni hozir srochniy chiqarib beramiz. Pojarni kelib o'chiradi deb umiddamiz buni endi. Olmasa üşetip bir hafta 10 günlep tutab turib biladi bu, chunki juda ko'p musur. Bu yerda aholining aytishi bo'yicha buningdek qilib har doim shuningdek qilib tutab yotadi ekanmish o'zi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videomiz shu narsa ko'rganlaringiz uchun rahmat. Xudo xolasa respublika miqyosida yana bir narsa, shu musulni poligoning viloyat rahbar o'rinbosarimi degan bor ekan. Gavdali inson ekanlar, bir libboyni aytaverasan, men odim falan gaz, hech kim chetib bilmaydi, men xohlaganim bo'ladi degan gaplarni aytib o'tdilar. Yaqinda bir borib yonlarga gaplashganimizda yana ekologiyamiz buzadi ekanlar, xohlaganlarni qiladi ekanlardan yana ishime cevap vermem, hem Liboy'dan hiç kimden korkunma, basa veremem ben de şahsen özler aytıp durdular. Sağ olun, selamet olun. Barchalarınızdan Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.